Qizlar qaranglar, Oriflame menga zakazlarimga qo'shib mana shunday podarka ham jo'natibdi. Bu keks pishiradigan forma, silikonovoy forma ekan, maza qilib ishlatadigan. Ko'pchilik o'ylaydi Oriflame'da to'qa kosmetika bor deb, kosmetika emas, Oriflame'da mana shunday kuxnya uchun kerakli narsalarni bizani sevintirib podarkaga jo'natishadi. Bu yerda zakazlarimni aytib o'taman sizlarga. Mana shu Muskoy Mr. Jardani atridan zakaz qilganman. Qaranglar, buni hidi parfyum bo'lgani uchun zakaz qildim. Bu 75 milli mana shunday korobkada keladi. Mana bittasini уже ishlatib tugatdik. O'shaning uchun ikkinchisini yana sirasi skitkada bo'lganiga zakaz qilib oldim. Eng trendga chiqib ketgan mana shu atirdan ham zakaz qildim. Bundan bittani olgandim, 3 ta zakaz tushdi menga mana shunday ko'rinishda. Bu cherry on top atri. Mana shunday glossni aromati kelib turadi bundan. Spesialniy Oriflame uchun ishlab chiqarilgan aromat. Buni istoriyasi qizlar. Bilsangizlar, Tom Ford atri bor, glossli atir. O'sha atirni ishlab chiqargan odam Oriflame uchun отдельно sozdat qilib berdi buni sostavini. Bu hozir umuman Oriflame'dagi hech qaysi atirni hidiga o'xshamaydi. Juda ham aromatli va juda ham hidi kisli aromat. O'shaning uchun buni bemalol to'ylarga, bazmlarga, kechqurunlarga ishlatsangizlar вообще zo'r. Buni kremi ham bor. Va yana bitta podarka qo'shgan bizaga. Aynan kerakli podarka bu Vant firmasini massajniy krema ko'z uchun, vokruq glaz uchun. Ko'zidagi ajini bor ayollarimiz bor-ku, mana shu ajini bor ayollarimizni ajillarini yo'qotib beradi. Qaranglar, mana shu sharik vilari bizani ko'zlarimizni massaj qilib, ajillarini yo'qotishga yordam beradi. O'shaning uchun bizaga podarkaga qo'shib beryapti mana shunday klassniy brendiviy mahsulotlarni. Va bu yerda sovun zakaz qildim. Men proba uchun zakaz qilganman bu narsani. Qaranglar, lekin mana shu sovunni ochib qo'yganimdan beri xonani hidi tutib ketdi bu sovunni. Hidi вообще zo'r ekan. Ichida mana ko'rayotganlaringizdek skrablari bor o'zini. Malina va miyatadan tayyorlangan ekan qizlar. Juda ham aromatli, tanani oqartirib berar ekan bu sovun. Keyin bu yerda jele zakaz qildim. Qizlar, bu jeleni отдельно aytmasam bo'lmaydi, chunki hozir biz Rossiyadamiz, lekin ertaga O'zbekistonga borganimizda bu jele bizga juda ham katta yordam beradi. Bu jelening xususiyati qanday? Bu jele quyoshda kuyib qolasiz-ku, mana tanangiz quyoshda kuyadi. O'sha tanani kuygandan keyin terini bizaga yana qaytadan tiklab berar ekan. Kuygan teringizni qaytadan tiklab beradi. Quyoshda kuyib ketgan qo'lingiz ham, yuzingiz ham. Bu juda ham barakali, 150 milligramlik. Buni menga eng yoqqan tarafi mana yozib qo'yibdi, ham tanaga, ham yuzga ishlatsa bo'lar ekan. O'shaning uchun zakaz qildim. Bemalol quyoshda kuyib ketsa ham terimizni yangidan tiklab beradi. Hozir ketkada bo'lgani uchun mana shuncha narsalarni zakaz qilib oldim. Keyin menga bu narsalarning hammasi bu yerda mana 4252 rublga keldi. Mana shu spiskalari bilan keladi bizga zakazlarimiz. Kimga kerak bo'lsa zakaz qilib sketkada olsa bo'ladi o'ziga, yoki bo'lmasam olib turib ustiga foydasini qo'yib, ustidan foyda ham ishlasa bo'ladi, yoki bo'lmasam Oriflame'ga kirib turib oylik ham olsa bo'ladi. Mana shu narsalardan mana shunday klassniy podarkalarni olib